Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga ko'pchilik berayotgan savollarga javob tariqasida kodsiz va hech qanday hosting ulashsiz, tashvishsiz qanday qilib oddiy kinobot ochishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bu yerda yozasiz vconbot. Maniki vconbot. Bu bot nima uchun demoqchiman? Chunki bunga o'xshagan bot juda ham ko'p va bu eng arzon bot sotadigan bot maker hisoblanadi. vConstructor bot. Start bosamiz. Bu yerda mana kabinetingiz bo'ladi. Pul ishlash xohlasangiz mana bu yerda pul ishlashingiz mumkin. Bu yerda kanallarga a'zo bo'ling deydi. Shu kanallarga a'zo bo'lamiz. Bu yerda promo kodlar beradi. Qarang, 5000, 10000 promo kodlar bitta bot yaratishdi o'zi hisob. Mana yangi bot ochish. Eng pastda mana turli xil botlar bor va eng pastda kinobot. Kinovello bu 15000 so'm ekan. Bosamiz va bu yerda balansingiz ko'rinadi. Men premiumni egallaganim uchun sal menga chegirma qilib berishgan, premium borligi uchun 50% chegirma. Bot yaratishni bosamiz va 7,5 so'mga sotib olamiz. Va sinov uchun bot ochganman bot Fiverrdan. Men shuni IP tokenni beraman. Maniki botga o'ting deyapti. Va bu yerdan start bosaman. Maniki mening tayyor kinobotim tayyor. Endi nima qilaman? Bu yerda mana boshqaruv paneliga o'tib bir sizlar bilan kino yasab ko'ramiz. Bu yerda turli xil kanallar bo'limiga o'tamiz. Majburiy obunalar, xohlagan kanalingizga majburlab odamlarni kirgizib bitta kinoni ko'rish uchun shu kanallarga a'zo bo'lsangiz kinoni ko'rishingiz mumkin desangiz, mana majburiy obunalar va kino uchun kanal. O'zingizda kinolaringizni reklama qiladigan kanalingiz bo'lsa, o'shanga qo'shasiz. Kanalni o'zgartiramiz. Buning uchun ham nima desam ekan? Kanal bor. Tak kanalimiz bor. Maniki nusxalab olamiz. Bu yerda o'sha kanalimizni